Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda endi biz va harfini o'rganishni boshlaymiz. Va, ve, vo, vi. Endi bular asosan qanday yasaladi? O yoki u yordamida va ularga a yoki boshqa vertikal harflarni qo'shish orqali yasaladi. Demak, bu qanday yasalar ekan? Mana bunday. Bitta gorizontal va bitta vertikal harfni birga kelishi orqali yasalayapti. Endi esingizda bo'lsa, o'zi gorizontal harflarimiz masalan doim undoshni pastida yozilardi. Vertikallarimiz esa undoshning yonida, masalan K so'zidagi. Mana bu vertikal harfimiz undoshning yonida, bu esa gorizontal unlimiz undoshning pastida kelyapti. Endi bu holatda biz ham gorizontal unli ham vertikal unlidan foydalanyapmiz. Bunda qanaqa yasaladi desak, mana bunday yasaladi. Aniq yozilishi mana bunday yozilgandan keyin, demak, gorizontal unlimiz tepasida va vertikalimiz yonida undosh harfga joy qoladi. Mana qua degani, masalan, k harfini olamiz. K harfi va qua degani, demak, qua va degan ma'noni berishi mumkin. Quail degandagi ma'nosi ham bor. Masalan, quail bo'lsa meva degani. Quail. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Bu va harfimiz juda e'tibor bilan yozishimiz, talaffuz qilishimiz kerak. Nimaga desak, va harfini talaffuz qilganimizda o'zbek tilida ba'zi ustozlarimiz v tovushi bilan o'rgatgan bo'lishi mumkin sizlarga, yoki ChatGPT shunday o'rgatishi mumkin. V o'zbek tilidagi v bilan bir xil emas hech qachon, chunki v tovushi koreys tilida yo'q. Koreyslar aynan v tovushini yasash uchun mana bu b harfidan foydalanishadi. B harfi bor edi-yu, o'shani tagiga bitta i harfini qo'yib v ni yasashadi. Shuning uchun demak biz talaffuz qilayotganimizda hech qachon o'zbek tilidagi v bilan emas, balki mana bu w bilan yasaymiz. W ingliz tilini eshitgan bo'lsanglar, masalan world degan so'z bor, to'g'rimi? World dunyo degani, masalan world. Xo'p, world so'zidagi v W kabi yoki arab tilidagi mana bu v harfi bor bilsanglar, o'sha arab tilidagi va degan so'zda masalan mana shunday talaffuz qilinadi. Bizdagi va bilan emas, ikkita lab bilan talaffuz qilinadi. Xo'p, endi keyingi harfga o'tadigan bo'lsak, v harfi yasalishi bu ham xuddi shunday. O yordamchisi bilan keyin uning yoniga e harfini qo'yamiz. Demak, mana shunday yasaladi. Tepasida esa mana bu qismda undosh keladi. Masalan, que yoki mana buni o'zi ve deb o'qiladi. Hozir ve degan so'zi o'zi koreys tilida nimaga, nega, nima uchun degan ma'noni beradi. Keyingi undoshimiz endi o harfi bilan emas, u bilan yasaladi. Masalan, u bilan yasalgandan keyin o harfi mana bunday bo'ladi. E'tibor beringlar. Masalan, vani yasaganimizda demak a harfining mana tayoqchasi tashqarida bo'lgan, to'g'rimi? Va men to'g'riroq yozadigan bo'lsam, a ni chizig'i mana bu yerda tugash kerak va undosh mana bu yerga kelish kerak, to'g'rimi? Endi u harfida esa mana bunday yozib qo'yish xato hisoblanadi. Mana bunday yozish kerak. Albatta, keyin mana bu yerda undosh keladi. Bu tovushimiz masalan vo deb talaffuz qilinadi. Tgovoyo degandek. Tgopda so'zidan olsak, tgovoyo. Tgopda tgovoyo. Mana shu yerda tgovoyo. Shu yerda endi ikkita t kelyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana t harfimiz i kelyapti-yu, lekin qavs ichidagi i, ya'ni i deb talaffuz qilinadi. Bunisi g deb talaffuz qilinadi. Bu kimiz, sababi bu ikkita unlining o'rtasida kelyapti. Tgovoyo deb talaffuz qilinadi. Xo'p, keyingisi mana bu v so'zi faqat u bilan yasaladigan
uga mana bu e qo'shilyapti. Esingizda bo'lsa, yana bitta v bor edi. O'ga qo'shilayotgan e orqali yasalayotganda, bunisi uga qo'shiladigan e orqali, ya'ni boshqacha yozadigan bo'lsak, chiroyliroq qilib, hop, mana bunday yoziladi. Xo'p, bu o'qilishi ham, bu ham v deyarli bir xil deb tasavvur qilsak bo'ladi hozircha. Keyingisi mana bu oddiy v. Masalan, mana bu v. Bunisi demak o'ga i ni qo'shish orqali v deb o'qisak bo'ladi. Keyingisi va mana bu bunisi u bilan i ni kelishi, demak vi deb o'qiladi. Kavi degan so'z bor. Kavida mana bunaqa kavi bo'larmidi yoki ikkitali oddiy kmidi? Kavini mana bunday yozib turaylik hozircha. Kavi degani demak nima deydi? Scissors, nima deydi o'zbek tilida? Qaychi degan ma'noni bildiradi. Yozilishi demak o'rgandagi mana bunday pastga chiziq va vi deb talaffuz qilinadi. Keyingi unlimiz endi mana bu e harfi bilan i ni birga kelishi. Demak uy deb talaffuz qilishimiz mumkin, lekin i deb ham talaffuz qilinishi mumkin. Demak, so'z boshida kelsa uyja deb talaffuz qilinadi. Masalan, uyja so'zini olamiz, uy deb o'qiladi. Uyja degani stul degani, demak o'qilishi u ja deb talaffuz qilsak bo'ladi. Demak, so'z boshida uy deb talaffuz qilinadi, lekin masalan sarame degan endi mana bu holatda kelganda sarami bo'lmaydi-da. Karislarni o'zi talaffuz qilganda saram e deb talaffuz qilinadi. Karislar ko'pincha mana shunday e deb talaffuz qilishadi. Demak, saram i deb talaffuz qilmaydi-da, sarame degani. Mana bu so'zni o'ziga keladigan bo'lsak, bironta otga, shaxsga qo'shiladigan bo'lsa, demak nimani bildiradi? O'sha shaxsning degan ma'noni bildiradi. Ma'nosi nima ekan? Ning, mening, ukamning, akamning kabi. Xo'p, endi boshqa misolimizga o'tadigan bo'lsak, bo'ldi mana shu. Yana bitta holati bor bu harfimizda. i holatini ko'radigan bo'lsak, i da qanaqa talaffuz qilinyapti? Masalan, hui emasda, hui desa ham bo'ladi, hui. Xullas, i tovushini beradigan unli hisoblanadi.